11 qism. Örnisa tezli o'rnib turib, Iqbolning qo'lidan tortdi. Ay, meni nima ish qilib tutlaysan? Boyagi qizga. Nima? Men seni qachon putildim? O'zing o'ngshab yo'lni mang'amay, endi manga demsa? O qiz miyiqida kulib qo'yib, qishini ko'tardi. Putlab yiqitibetding. Bo'lmasa yiqilatdingmi? Textan olmayotsan-ku. Örnisa kapli uni bir tasdak soldi. Resva, sen texmini urvotamsan? Manamisa? Örnisani urish uchun qo'lini ko'targan edi. Örnisa qo'lini tutib olib, yana bir qachoq silabatdi. Hap to'xtab tur, u qanjoq. O qiz etilib kelib, Örnisaning chechidan oldi. Ikki qiz bir-birini tillashib, urishga boshladi. Ongacha boshqalar ularni ajratdi. Ishkilisi hech kimga bo'y bermay tutib olgan qo'llaridan yo'lqinib, boshlanishni o'ylayotdi. U paskana, kila yomon bo'lsam. Sen kila? Pesendi buzuq. Ish qilib, eg'izga og'siz satgaplar bilan tilashib-o'tdi. Iqbol Örnisani so'rib tortib, mashinaning qishiga keldi. Boshqalar o qizni tutib olishdi. Meni nima ish qilyapsiz, ha? Nima ish qil? Men uning adibini beratdim emasmi? Bo'ldiqan Örnisa, ilmi bo'sh kelmadingizmi? Nima? Siz nima demoqchi? Hech nima. Endi qayerga boramiz? Dedi Iqbol. Uyimga. Örnisa shundoq deb qo'yib, cho'bilgan sochlarini tuzashga boshladi. Uyimga? Muhammad degan mana mush emasmi? Uning uyimga deyishda cho'qim bir gap bor. Bir qiz bilan bir o'g'il bir uyda tursa, yuz beradigan ishni hamma odam biladi. Demak, bugun fursat keldi degan gap. Uning huzurini qoniga tushiradigan bo'ldim-da. Elamo boya oranchididan odam bo'lmagan bo'lsa, shu vaqtli bir taraf qilib etdim. Iqbol shularni o'ylagach, Örnisaga qaradi. Menga nima qaraysiz? Hech nima. Hech nimaga qaramadim. Eliqi sizning mashinangizni elib olib, ondan uyingizga boramdiq. Mashinamni unutib qoptiman desa, ma'qul. Örnisa o'zining mashinasini haydadi. Yo'l bo'yida to'xtab, bir do'kondan bir yashik pivo, 2 butilka oqaroq ochdi. Ondan yo'l bo'yidagi yoymidan ozroq yeydigan ushshoq-chushak olgandan keyin Örnisaning uyiga keldi. Iqbol eshikdan kiribla shundoq hayron qoldi. Mashinaga katta besilgan uy, oliy darajalik mashina. Bu qiz hargiz odatdagi qiz emas. Nimaga qarab tursiz? Bu yoqqa keling. Örnisa mehmonxonaga kirsloga kelib o'tirgandan keyin Iqbolni chaqirdi. İkisi yeydigan, ichadiganlarni aynak ustiga tizib qo'yib, ichishga boshladi. Bir quti pivini ichib bo'lgan Örnisa o'ltirib turing deb qo'yib, yotoq uyiga kirib ketdi. Iqbol uning keyindan kiraymi, kirmaymi deb oxir o'rnida turib, Örnisa kirib ketgan tarafga mangdi. Eshikni ochay deyishi, Örnisa ichib chiqib, ikkisi bir-biriga usib o'ltirib qoldi. Nima qilyapsiz bu yerda? Men hojatxona izlaydim, dedi Iqbol oralla. Hojatxona o tarafda. Örnisa og'rigan beshini silab turib, ko'rsatib qo'ydi. Kechiring. Iqbol chiqib bo'lguncha Örnisa 2 pullik pivini ichib bo'lgan edi. Ay, nimancha uzoqda chiqsiz? Ichida birasi bormi ekan? Sizda go'zal bo'tsa, yana boshqalar qaramdan. Qani, ichayli. Ikkisi pivining yerimini oqaroqdan bir pullik ichib bo'ldi. Tuyuqsiz Örnisa Iqbolning bo'yniga qara silib, hammani qilgansiz. Siz bo'lmasiz men qandoq yashayman? Nima ish qilib bundoq qilasiz? Nima ish qilib meni tashlab ketasiz? Dabli yig'lab ketdi. Iqbolmo yerim mas bo'lg'achqa uning nima deyotganligini toza anqira olmay. Men sizni tashlab ketmadim. Bo'l yig'lamang. deb uni chang quchoqladi. Bu gapni anglab Örnisa texmi qattiq yig'lab ketdi. Siz meni tashlab ketdingiz. Yolg'iz qo'ydingiz. O'sha peskashni deb meni tashlab etdingiz. Sevgimga osiylik qildingiz. Adil sizning sababingizdan men mushundoq bo'lib qoldim. Sizni kechirmayman. Men sizga o'sh. Debla qo'liga ilinib qolgan aroq botlisi bilan Iqbolning beshiga solaman deb dumbisiga bir nisirib etdi.
Uning potilkini olganini to'ymagan Iqbol dumbisiga tekkan qattiq og'riqdan keyniga qarab, uning qo'lidagi aroq potilkasini ko'rdi. "Ey, saram bo'ldingizmi? Meni nima ish qilsiz?" Seni o'ltirib etaman. Shunda qilsam ko'nglim amin topadi. "Saram bo'ldingizmi nima?" deb vaqirdi Iqbol. Men degan saram. Burunmu shundoq degan. Yana meni saram deysan-ku. Iqbol bu gaplarni toza anqira olmadi. O'rnisaning kimni tillab, kim uchun yig'layotganligini bilolmadi. O'rnisa Iqbolning bo'yniga qaytadan kirasilib. İlgili sizni rad qilgan. Endi unda qilmayman. Meni tashlab etma. Meni tashlab ketma. dedi. O'rnisaning quchoqlashidan aslida o'zini yo'qotib qo'ygan Iqbol uni texmuchan quchoqlab yuzlariga, bo'yinlariga suyishga boshladi. Qo'llari O'rnisaning badallarida o'ynaydi. O'rnisaning kiyimlarini soldirib bo'lgan Iqbol sofa ustida yotgan O'rnisaga tashlandi. Atsi ko'ngli ilishib uyg'onib ketgan O'rnisa ko'zini yerim ichibla munchiga yugurdi. Yondirib bo'lolmay, ich a'zolarining hammasi to'kilib ketadiganidek. Shundoq beorom bo'ldi. Beshi loqildab og'rib, put qo'lida mag'dur qolmagandi. Yuzini yumoqchi bo'lib, aynak oldiga kelib o'ziga qarab to'lib soldi. "Opa!" Chochlari poqpaygan, ko'zlari ichiga kirib ketib, qopoqlari ishigan. Karamlari buzilib, chiroyi odam ko'rsa qo'qqidek bo'lib ketgan. Onidan tug'ma holat edi. O'rnisa har qancha qilib oqshomgi ishlarni aslayolmadi. Yuzini qayta-qayta yuyib, munchiga tushgandan keyin xeyli o'ngishilib qolgandek his qilib, munchi lungisi bilan sirtqa chiqdi. Chiqib, texicha uxlayotgan Iqbolga qarab, turgan joyida qetib turib qoldi. Oqshomgi ishlarni o'ylashga shuncha tirishsam, o'zining kiyimini almashtirib chiqqandan keyingi ishlar yodida yo'q. O'ylab beshim og'rib ketdi. U kiyimlarini kiyib chiqib, uxlayotgan Iqbolni puti bilan turtib uyg'otdi. Hey, turing. Tasti ko'zni ochgan Iqbol beshida qarab turgan O'rnisaga, ondan uy ichi o'zining ahvoliga qarab kiyimlarini kiydi. "Siz bu yerda nima ish qilsiz?" dedi O'rnisa. "Oqshom o'zingizga keldingiz-ku. Nima ishga ketmadingiz amsa? Ketay desam bo'ynimga isil bilib ketkili qo'ymagan siz turib, endi mendan so'ramsiz?" Iqbol unga sat qaradi. "Nima? Men shunda qildimmi?" "Bu yerda sizdan boshqa odam bormi? Ketay desam men isil bilib, yig'lab mang'il qo'ymagan turib, yana bilmas bo'lganini." Anglayotganingiz Miskina ovozliq asarlari. Men unda qilmadim. Meni aldayapsiz. Masligimdan foydalanib, menga chiqilibsiz-a? Voy, siz boshda menga chiqilgan. Qiz emas turib nimaga kaqiraysiz? Ichimni siqib, dedi Iqbol. Nima dedi? O'rnisa oqshom Iqbolni urgan potlikini apla, uning beshiga soldi. "Voyjon!" Potlik tekkan yerdan qon eqiyotdi. Iqbol ochiqda o'rnidan turib, "Menga hech kim bunday qilib boqmagan. O'zing chaqirib, yana beshimni yerib ketdek bo'ldingmi?" debla uning chichidan tutib, ikki tastak silib yiqitib etdi. O'rnidan turib bo'g'icha qo'rsqiga birini dasib etib, "Meni o'ynatmoqchimi tehi? Tufi!" deb qo'yib, yaralangan beshini tutib chiqib ketdi. O'rnisa "Voyjon, voyay" degunicha yetib qoldi. Yarim soatcha yotgandan keyin qo'rsqining og'riqi xeyli boshidi. O'rnidan turib, doktorxonaga berish uchun pastga tushib, mashinaga chiqib, o't oldirib turadi. Qaysi kuni kelgan posilkaga ko'z tushdi. Buni tex ko'rmagandim rost. Soati nimada bu? U qopdagi narsalarni elib ko'rib, ko'zlari chekchib, yo'g'inib ketdi. Shu topda u barliq og'riqni unutib qolgan edi. Seni o'ltirib etaman. Qarab tur. Cho'qim seni o'ltirib adavonni bermaydigan bo'lsam, ishplas. Mehnat ablah. U ochiqida rolga qattiq birini urib etdi. Mashinadan tushib uyga qaytib kirdi. Shu topda butun og'riqlarini unutib ketgan edi. Anqar degan pastkash hayvon. Tex mushunda qilishga petnibsan-a? Qarab tur. Ko'giligingni ko'rsatmaydigan bo'lsam, o'rnisa bo'lmay ketay. Uning tishlari g'o'chirlab, ochiqdan chiroylari qizirib, bo'g'ilib qolayli deb qolgan edi. Uningga posilka avatgan anqar bo'lib, O'rnisa uni undidarda qora tizimlikka kirgizib qo'yib,
telefon numarini shunday qilgan edi. Uni topolmagan Anqar Soniyadan adresini so'rab, yeriqi vaqtda o'z tortib olgan rasmlarni avtib bergan edi. Hafta burun tasodifiy ahvolda ko'chada Hörnisani ko'rib qolgan Anqar uning haydab olgan esil mashinasi pozir kiyimlariga qarab, uningdan undirib olish uchun o'tganda masbob yetib qolganda tortib olgan rasmlar taklifsilish uchun avatgan edi. Hörnisa uning undidorini tepib, qora tizimlikdan chiqardi. O paskash. Sen mi odammi? Nomus qilmadingmi bunday qilishqa? Men seni nima qilib dediganman qarab tur, ha? Eshakning bolasi. Ablah. Deb har xil gaplar bilan yarim soatgacha tilib o'tdi. Hörnisa to'xtagandan keyin "Tillab bo'ldingmi, go'zal? Bu so'zlaring nimancha yaqinliq. Meni shundoq ko'gin kaplarga o'xshamamdi." Og'zingni yum. Yaxshisi menga ko'rinma. Bo'lmasa yaxshi oqibat ko'rmaysan. Shundoqmi? Ajab qo'rqib ketdim desa. Agar deganimga ko'nmasang, bu rasmlarni to'g'ri yo'llayman. To'la meni qo'rqitmadimi? Unda qilmaysan. Qilalayman. Ishonmasang sinab boqaylik. Yo'q. Unda qilma. Sana nima lozim? Hörnisa pastga o'yga tushdi. Balli, magipon joyida bo'ldi. Tushda men degan yerga 50 ming elibga. O'zing yolg'izga. Ondan rasmlaringdan hammasini o'chirib etaman. So'zimni anglamasang, butun torda tarqaladi bu suratlar. Nima? 50 ming? Menda nima undaq jiq pul bo'lsa? Yo'q desang kim ishing do'sanga? Shuncha qimmat mashina haydab pul yo'q davotamsa, meni aldayolmaysan juma. Deganimni qilmaydigan bo'lsang, oqibatini o'zing bil. Hörnisa uyning o'rtasida o'tirib qoldi. Endi qanday qilishim kerak? Buncha pulni qayerdan topaman? Agar behamsam suratlarim, lekin pulni elibla yana suratlarimni behams qanday qilaman? Keyin to'xtamay mendan pul talab qilsa-chi? Bu ishni ya boshqalar degili bo'lmasa? U amal topolmay varqirab ketdi. Pulni olib berib, uni bir taraf qilib etaymi ya? Shunday qilmasam, undan qutulmayman. Lekin qanday qilaman? Hörnisa o'yan o'ylab, oxir bir quti uyqu dorisini setib oldi. Uyga kelib, uni ezib, bir quti aroqqa ilishtirib, toza chayqab qo'yib qo'ydi. Chinib qolmaslik uchun o'zi ozroq tetib boqmoqchi bo'lib, bir yutum ichdi. Aroqning ta'mi uyqu dorisini besib tushgan edi. Endi yaxshi bo'ldi. Endi uningdan o'chimni ola oladigan bo'ldim. Endi pulni degunicha uyqu dorisining ta'sirida uyquga g'arq bo'ldi. Atsi soat 11 bo'lganda eshikning qo'ng'iroqining ovozidan tasdiq ko'zini ochdi. 12-qism. Uxlab ketibdiman desa, "Opla, soat 11 bo'pti-ku. Men nimacha uxlagandim ana? Uyqu dorisining ta'sirimi ya bu? Aram bir yutum ishkandim bo'lmasa." Eshik qo'ng'iroqi yana jirangladi. Kimdi bu? U berib ishni ochdi. Haftada bir tozalaqchi deyishib qo'ygan bo'lib, har haftada kelib uyni tozalaydi. Bugun tozalaydigan kun edi. Hörnisa uningga qarab, "Uylarni pokis tozalab retlayotgan" deb qo'yib, hujrasiga kirib, to'zdek yasinib sirtqa mangdi. Pastga tushib, aroqni unutib qolganligini bilib, keyini kiyinib, o'tul yotoq uyga kirib, aroqni ko'rib, ko'ngli joyiga tushdi. Tozliqchini tashlab o'tganmidi deb ansirgan edi. Aroqni elib, pastga tushib, mashinaga chiqibla Farruq boyga telefon qildi. "Voy, Farruq aka. Nim bo'ldi? Nima ish qiziqlaysiz? Bir ish bo'lmaganda?" Hörnisa, zot nima ish bo'ldi deyaptimi? Yig'ilmay gap qiling ha. Nima ish bo'lsa, men bor, ansirmang. Farruq aka, opam doktorxonaga kirib qoldi. Doktor jiddi 50 ming topshiriq deydi. Endi men qanday qilaman? Opamdan ayrilib qolsam, men bu yashamayman. Bo'ldi, yig'ilmang. Nayt shu 50 mingning ishiga qo'y. Menga bank karta nomeringizni avatib bering. Kartangizni urib beray. Bo'ldi, endi yig'ilmang ha. Opangizni yaxshi kuting. Ma'qul,
Rahmet sizge. Telefonni qo'yibla O'rnisa qoqoqlab kulib ketdi. Tas qoldi chinib qog'li. Hecham kulgim keldi. Telefoniga uchur keldi. Farruhboy 50 mingni bank kartasiga avatib qo'ygan edi. Ma ishing joyida mana. Düt ablah. U bankaga berib pulni olgandan keyin bir tomoqxonaga kirib tomoq yeyotdi. Anqardan telefon keldi. "Voy, nadasan? Nima ish qilyapsan?" Hozir tomoq yeyapman. O'zing nada? Pulni tayyor qilib bo'lgansa? Ha, qishimda. Qayerda ko'rishimiz? Sen hozir qayerda? O'rnisa o'rnini debadi. Men shu atrofda hozir borman. O'rnisa tomoqini tez-tez yeb, o'rnidan turib sirtga chiqdi. Anqar ko'rinmaydi. U mashinaga chiqib o'ltirdi. Uning g'araqni qanday ish ko'raman? Ishkil unimizchi. Agar pulni tortib elib, rasmni bagil unimizsa, unga kuchim yetami? G'araqni ishimsa, uning hargiz kuchim yetmaydi. Nimishqa biroq o'ylamagandiman. Endi boshqa amal yo'q. Chuqum g'araqni ichirishim kerak. Bo'lmasa meni tugashkinim shu. Tok qilishi bilan mashinaning aynikicha keldi. Anqar onunga qarab satkulib turadi. O'rnisa eshikni ochdi. Anqar yordamchi shofir o'rniga chiqib o'ltirgandan keyin "Yarim oy ko'msam ajab chiroyli bo'lib ketibsan-a? Texmi to'lib, go'zal bo'lib ketibsan." dedi shahvat chachirab turgan ko'zni O'rnisaning yarim ochiq ko'ksidan uzmay. Qani rasm. Pulni yeb keldim. Oldirma, avval xoliroq yerga boraylik. Acha, o'rnlanma surayli. San yo'lni deb bo'lolmay qolaman. Nimandoq mo'linda qaraysan menga? Mashinangni yevatmayman, tez tusha. O'rnisa gap qilmay tushib o'rnini almashtirdi. Pa, hayotning payzini surishni bilgansa, ha? Nimandoq esil bu mashina. Men ishim shundoq siliq bek payziga. Saniyadan olsam sen uncha puldar emaskansa. Bira danliq boyni ozdirgan o'xshamamsa. Bo'lmasa bunda harakatga tushundimi erishamaysan sen? Sen bilan aloqasi bormi? Jiq qotildimay menga? Meni xap qilib qo'ymagani umuqam. Bo'lmasa oqibatini o'zim bilsam-ku, demisanmi? Deb O'rnisaning ochiq turgan oppoq yo'tisini siladi. Xap to'xta. Avval suratlarni bir qo'limga olaychi. Sen bilan shu vaqt hisoblashman. Anqar shaharning chetidagi odam asosan kelmaydigan o'rmonga yetib kelib, mashinadan tushdi. O'rnisami tushib, "Qani suratlarim?" deb so'radi. Telefonda. Meni narsam qani?" O'rnisa mashinadan pulni oldi. Anqar telefonni O'rnisaga berib, pulni qo'liga ilib qaradi. Pechti bilan 5 bog'lam pul edi. O'rnisa telefonni ilib menga deyishi, Anqar uning beligidan kapli tutib oldi. Shundaqla. Ketmoqchimi? Oldingi qitim o'shing yo'q toza qo'shil bo'lmagandim. Avval meni rozi qilib etib, anda mansam bo'ladi. O'rnisani o'ziga tortib, chin quchoqlab, badallarini silashga boshladi. Anqarning nafsi ittiklab bosiravatdi. O'rnisami uningga moslashib berdi. Anqar O'rnisani suyib, kiyimlarini soldirishga qo'l uzatdi. O'rnisa Anqarning qo'lini tutib oldi. "Nima qilmoqchisiz? Meni rad qilmoqchimi?" "Undaq emas. Sizni qandoqmi rad qilay jinim? Usab ketdim, biror narsa ichib olib, ondan boshlaylik. Bu yerda g'amini boshqa odam yo'q-ku," dedi erkilab. "Bu gaping xil joyida, lekin hozir suv yo'q. Ish tugaganda berib suv ichaylik. Hozir fursatni chin tutib, ishimizni qilaylik," deb O'rnisaga choplashdi. "Haras, mashinada aroq bor. Shuni ichaylik-chi. Men sizga toza moslashib beramadim. Ichib bo'p, ondan boshlaylik," deb mashinadagi aroqni 2 qog'oz stakan qo'yib, birini Anqarga uzatdi. Anqar qo'liga elib bir ko'tarib ishibdi. O'rnisa yolg'ondan ichganday qiyofatga kirib oldi. Anqar yana O'rnisaga tashlandi. Lekin beshi qiyib, ko'zlari yumilib, harakatlari toza qo'lashmayotdi. O'rnisaning kiyimlari bilan apilishib turib, uning ustiga pokkida yiqildi. "Voyjon, nimacha eg'irsan? Ner berib yiqilsang bo'lmamdi?"
O'rnisa, uni ming jafoda ittirib etib, o'rnidan turdi. Pulni, Anqarning telefonini elib, mashinaga qo'yib qo'ygandan keyin, "Meni ajab bo'za qilib ketganding-a? Texi yana menga chiqilganding-ku. Endi chiqilib baqa." Аңлаватқаныңыз Нескина авазлық әсәрләре. Yani meni qo'rqdi. Yani isilmamsan. Yani isilmamsan. deb urib tepib dastlashga boshladi. Xeyli urib puxadan chiqqan o'rinsa, keyniga burilib menishi Anqar putun tutib oldi. Qo'lingni tat. Meni qo'yvat. Sen nima qilmoqchi? O'rnisa tovlig'ash uning qo'liga dassab tepib putini ajratdi. Ochiqida Anqarning beshiga birini tepgan edi. Uning beshi keyindagi toshga tegib qon yiqib ketdi. O'rnisa qo'rqib titirganicha aroq qog'oz stakanlarni mashinaga soldi. Past tarafda bir kichik ko'l turardi. Anqarni shu yerga ittirib etib, toshni ko'lga tashlab etdi. Ondan mashinani haydab qaytib ketdi. Kelibla aroq bilan qog'oz stakanni yo'l bo'yidagi axlat to'ng'iga tashlab etib, Anqarning telefonidagi rasmlarni o'chirib, telefonni chiqib tashlab etdi. U jadoqlab titraydi. Anqarni o'ldi deb o'ylagan edi. Agar u o'lmagan bo'lsa-chi? Yo'q, u chuqum o'ldi. Endi u meni avar qilmaydi. Men uni qasddan o'ldirmadim. U o'z qildi. Buning men bilan qilcha aloqasi yo'q. Uni men o'ldirmadim. O'rnisa uyga qaytmay bir mehmonxonadan yotoq elib shu yerda hafta turdi. Hech kim bilan aloqalashmadi, ko'rishmadi. Sirtqimo noyda oz chiqdi. Haftagacha hech ish bo'lmagandan keyin bir ish bo'lmagandek deb telefonni ochdi. Ondan yotoqni qaytarib etib sirtqa chiqdi. Do'sti Gulzor Alferadning telefon Undidorga xat kelgan edi. Farruh Baydan kelgan telefon 30-40. Undidorga xatmo ko'p edi. Avval uchurni ochdi. Qandoq bo'ldi? Apang qandaqroq? Ahvoli yaxshimi? Saqayib qoldimi? Doktor nim dedi? Sana bir ish bo'lmaganda? Gap qila. Telefoning taqilib qopdi-ku. Zodi nima ish bo'ldi? Asosan mushundaq uchurlar edi. Onundan foydalanmasa, o'rnisa ko'chada qilish ehtimolligining borligini, hozirgi yoshlarga ishongili bo'lmaydiganligini, ko'nglini ichib bo'lsa tashlaydiganligini yaxshi biladi. Shunga telefon qaytardi. Vay, Farruh aka. Sana nima bo'ldi? Nima chiqib telefonni taqib olding? Nada hozir? Abdining yo'q nima ish qilding? Bugun uyga kelalamsiz. O'tirib paranglashayli. Ma'qul, sal turib uyda ko'rishayli. Ma'qul, xo'shamsa. O'rnisa Farruh Bayning uyiga kelib, munchaga tushdi. Chochlarini tarab, so'z kirim qilib, uxlash kimi bilan Farruh Bayni saqlab o'ltirdi. 2 soat o'tgandan keyin Farruh Bay eshikni ochdi. Eshikning ichilgan ovozini anglabda, o'rnisa uxlagan bo'lib krisloda yetib oldi. Farruh Bay uyga kirib uxlayotgan o'rnisaga qarab, asabiy hislari qutirib ketdi. Qizil uxlash kiyimining oldidan yarim ko'rinib turgan ko'ksi, ostidan chiqib qolgan oppoq putlari. Farruh Bayning nafsi ittiklab ketdi. U qarab turaverishga chidamay, o'rnisani ko'tarib yotoq uyiga ilib mandi. Keldingizmi, jinim? O'rnisa uning bo'yniga qara silib ching tutib oldi. Atis atiganda o'rnidan turgan Farruh Bay karvatda yulinib o'ltirdi. O'rnisa o'rnidan turib, uning ko'krigiga beshini qo'yib yotdi. Endi deb beramsa jinim. Necha kundan yaqin zot nima ish bo'ldi? Odamni nimacha ansirtsa? Hech qanday xabaring yo'q ya? Dedi uning sochlarini silab. Opamni doktorxonaga kirib qoldi deb qo'shnimiz telefon qilib ekan. Sizdan pulni apla to'lab opamni operatsiya qildi. O'shig'i kamigashga endi turib kecha kirib qoqmay xabar oldim. Telefonimning toki tugab taqilib qoldi. Opam tunigun o'shig'i keldi. O'shig'i kelibla yana meni tillab, senda qizim yo'q, ko'zimda yo'qol deb haydab chiqaribdi. Bo'ldi, ko'nglini yarim qilma. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Soyat qilib kelayli. Ko'ngling ichilib qoladi. Bugun tayyorlik qilgan. Men atasini og'il kilaman. Rasma, qayerga boramiz? Sayyaga. Ma'qul bo'ladi.
Rahmat sizga. Örnisa onun yüzüge suyup koydu. Farruhbay o'rnidan turib kiyimlarini kiyib uydan chiqib ketdi. Örnisa munchaga tushib karimlarini qilib tayyorlik qilish uchun soda saroyiga mandi. Ushaq-tushaq narsalarni, ondan chamdondan birini elib uyga keldi. Nechuqur kiyimini, turmush lozimatliklarini chamdonga selib, tayyor qilib qo'yib, tomoq buyurtib yeb, sirtqa chiqmadi. Atsi Farruhbay telefon qildi. Vay, jinam, qandaq ahvolingiz? Dedi Örnisa. Yaxshi. Sen-chu yaxshimi? Tayyorlik bo'ldingmi? Tayyor bo'lib, sizni saqlab qoldim. Amisa Aydirom kelgan. Shu yerda ko'rishaylik. Ma'qul, hozirla boray. Hechib yaxshi bo'ldi. Endi Raurus o'ynaydigan bo'ldim. U yerdan kelmasam, hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Örnisa Aydiromga kelib, Farruhbayga telefon qildi. Men kep bo'ldim. Siz qayerda? Saqlab turgan, hozirla boraman. Örnisa Talla bozordan yeydigan, ichadigan narsalarni elib o'ldirib, Farruhbayni saqlag'ach yeyishga boshladi. Yarim soat atrofida Farruhbay bir chamdan so'rab keldi va Örnisaga qarab, "Tezroq bo'l, ayirpini o'chib deb qoldi." Örnisa yovotgan narsalarni yig'ishtirib, tezla o'rnidan turib tekshirish o'rniga keldi. Qatma-qat tekshirishlardan keyin ayirplanga chiqib o'ldirishdi. Hechibni yerib ketdim. Örnisa o'zini o'rniga tashladi. Burun ayirplanga chiqib boqmaganmidan? Yo'q. Bu tek tunji qadim. Rahmat sizga. Siz bilan tanishganim mening baxtim. Deb Farruhbayning qo'lini tutdi. Shundaqmi? Albatta shundaq. Acaba menga ishonmamsiz? Yo'q, sen ishonma güzülüm. Ular sayyoga kelib, yarim oycha turishdi. Bu oraliqda barmaga yerlar asosan yo'q deyarlik bo'ldi. Soda saroy, do'konlardan kirmagani asosan qolmadi. Kelar vaqtda bir chamdon bilan kelgan Örnisa hozir 3 chamdong'imi narsalarni tasdib atqizdi. Qism. Yetishi oliy darajalik mehmonsaroy. Yeyishi qimmat tomoq, o'ynishi esil yala bo'g'ishqa bu turmush Örnisagmi yiqib qoldi. Siz hozirqidan hech bo'lmasa 10 yosh kichik bo'lgan bo'lsa-chu, peshini qo'yib etmay, mushundoq boy-boy yashagan bo'lardim. Lekin qeri menga mos kelmaydi. Yana bir mezgil tutib turib, oldig'ini ep bo'lgandan keyin o'z yo'lim qilmagan. Bu qeri menga vafo qilmaydi. Uning oilasi bor, baldiri bor. Keyin qerib chiroyimdan ketganda meni tashlasa, hech kim menga qaramaydi. Shunga vaqtida buningdan ayrilib o'z baxtimni tepishim kerak. Örnisa shundoq o'ylaydi. U o'zini yana baxtga erishima, baxtimni topolayman deb o'ylaydi. Hech kimdan solashgan gulga qaramaydiganligini, to'shik munchoq bilan to'y qilmaydiganligini qilcha o'ylamagandi. Atalmış sorundaki, o'ynaydigan yerdagi hayosiz, axloqsiz do'stlarni o'zicha vafodor ishonchlik deb qaraydi. Qiz bola uchun poklikning, adab axloqning, hayo nomusning qanchalik aziz, qadrli, qimmatli bebaho boylik ekanligini bilmaydi. Bilsimi ishonmaydi. Ishongusimi yo'qdi. Uni burunqilarning gapi hozir degan 21-asr o'ynab keladigan zamon. Hamma odam muhabbatlashib to'y qiladi. To'y qilmay turib birga bo'lsa, bir uyda tursa nim bo'pti. Mijoz kelishmasa ayrilib ketib, boshqasi bilan to'y qilib bo'ladi. Qizlik degan qanchalik nimitdi. Doktorxonaga borsa, birdamda ish bitadi. To'rladimi erkin ozod tashviq qilib setayotmamdi. Kimdan kim qo'rqatdi? Noyat shu natijasining ishi-ku. Hozir qizlarning hammasi kashlik bo'lib, ko'ngil ichi zo'rlarda yursa, ajba ularning hammasi pokmidi? To'y qiladigan vaqt kelganda necha yuz yuan bilan oq bolxon bo'lib, pak qiz bo'lib to'yini qiladi. Buni kim bilmaydi? Kim surish qiladi? Shu qizlarni buzgan poklikni yo'qotishga majbur qilgan. Yana shu pakpomiz olmayman, pokiz qiz olaman degan vijdonli erlarimiz emasmi? Shular bir qizni qo'g'diy oladimi? Bu kunlarda mush qiz mening ayolim bo'lib qolsa, hargiz ko'nglim ko'tarmaydi. Ay, qo'limni tortay deb baqdimi?
yana pak qiz olaman deyishga tillari partiga qo'shiladi. Shunga hozir pak emas deb ayraydigan zaman o'tmishdi qoldi. Faqat to'y kechasi saq chiqsalar shu qiz pak bo'ladi. Erkeklarning holi shu tursa, qizlar mushunda qilmay qandoq qiladi? Sayyodan qaytib kelgandan keyin O'rnisa bir amal qilib, uyni Namıq yo'tkashning ko'yiga tushdi. Qandoq qilsam bola? Nima desam, osonroq yo'tkab ber ha? Haras amal topdim. O o'z topgan amaldan qoqoqlab kulib ketdi. Bu ne desem, uyni yo'tkab berdi. Yana pul berdi mi? Endi obdan bo'ldi. İşini keyniga so'rmay, to'mirni qizig'ida so'qib, atili bir taraf qilaychi. O'rnisa Farruqboyga telefon qildi. Vay, Farruq aka, siz qayerda? Qishimga kelmamsiz? Men shirkatda bir ish bo'lmaganda. Yo'qay, sizga deydigan xush xabar bor. Qachon kelasiz? Tushdi borma. Ma'qulamsa, sizni saqlayman a? O'rnisa Anqarning ishini unutib ketgan edi. Hayotida Anqar ismli birisi bo'lib boqmagandek. Onun bilan urushib, ko'lga tashlab o'tganini butunlay unutib, burunqi holatiga qaytgan edi. Uyda o'tirg'isi kelmay, Alfiraga telefon qildi. Vay, adash, neredesan? Qanday ahvoling? Yaxshi, adash. Sen-chu, yaxshimi? Yo'ldash shu. Bir yerga bormandiq. Yo'qay, zerikib. Nega berishini bilamay, lag'ayrab yuryapman. Ha, mundaqda. Qandaq? Bir ishing bormidi? Ha, o'ynab kelmaylimi? Amsi mama bika hozir. Ha, bo'ladi. Qayerga boramiz? Men Soniyani chaqiray. Sen bir do'stingni elib olg'ina. Mashinada berib o'ynab kelaylik. Kimning mashinasida boramiz? Sen mashina oldingmi? Vaqtlik mashina ijara olgan. Ha, ma'qulamsa. Nerede ko'rishimiz? Çoğluq kebabxonasida ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh amsa. O'rnisa Soniyaga telefon qilib, ahvolni dedi. U xo'shalliq bilan qo'shildi. Çoğluq kebabxonasiga yig'ilib, u yerdan xeyli joq kebab elib, mashinaga chiqaylik deb turishi Gulzor heyliqi Jando bilan paydo bo'ldi. Voy adash, qandaq ahvoli? Nega manda? Suv cho'milib aylanib kelaylik deb mangan. Sen-chu? Rasma? Amsa menimi ilvog'ina? Menmi bek zerikib ketdim. Billa berib kelaylik. Ras boramsan? Men qachon yolg'on gap qilgan? Amsa mau Jando qandaq qiladi? Aramizga qisilib, bug'doyliqdagi qo'noqdek billa bormas. Men do'stlarim bilan suv cho'milib o'ynab kelay. Boshqa kuni ko'rishaylik. Dedi Gulzor Jandoga. Ha, qizlar, amsa sizlar boramsizlar? Nima? Billa boray deganmi? 5 qizning orasiga kirib olib, qo'yning orasidagi o'shkidek. Yo'q, men bundoq demoqchi emas. Xon qizlarmi yolg'iz bo'lsanglar sorun qizimaydi. Men og'aylarim chaqirsam, billa berib kelmaylimi? Qandoq qilamiz degandek, hammasi bir-biriga qarashdi. Ohoy, bu gapning jini bor mana. Qani chaqirgan ko'rib boqayli. Dedi Alfiraning do'sti Ziba. Yarım saat kichik kep bo'lamsa, o'zinglar oldirmay o'ynab kelasizlar. Biz bu yerda qizimaydigan so'rinlam qiz edi. Qandoq demidan qizlar? Shu to'g'ri deysa. Deyishdi boshqa qizlar bir yig'izdan. Jando telefon qilishga boshladi. Yarım saat vaqt to'shdi yigit. Hech qaysi do'stingiz kelmadi. Qaraganda holingizmi tayinliqkan? Odash, mushu balning qayerni yo'qtirib qolding kintan? Yuringlar qizlar, biz mangayli. Dedi Soniya. Ular mashinaga chiqib turishi, bir mashina kelib, yenidil to'xtab, 4 o'g'il bola pastga tushdi. Ular Jando bilan ko'rishib bo'p, qizlar bilan ko'rishdi. Orasidagi birsi heliq kundagi qopoq shu edi. Qandoq ahvolingiz O'rnisa? Yaxshi turatamsiz? Texim chiroyli bo'lib ketibsiz juma. Rahmat sizga. Mangayli. O'rnisa shundoq deb mashinaga chiqdi. Qizlar bir mashina, o'g'illar bir mashina bo'lib minishdi. Yo'lda to'xtab, ichimlik, aroq, yalimish, yemeklik degandek narsalarni oldi.
odam yo'q daryo bo'yiga kelib mashinadan tushib yerga adyalni silib yeydigan ichdiganlarni tizib qator o'ltirishdi. Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Boshda hammasi jiq gap qilmay o'ltirib tomoq yedi. Faqat "Ala, yigina, ichamsa, nima yeysa?" degandek paranglar anglanib turadi. Aroqni ichgandan keyin hammalarning og'zi xuddi sertmisi ichilib ketgan chaponga o'xshash yumilmayli qoldi. Qoqoqlab kulishib, tetiqsiz, hayosiz chaqchaqlarni qilichib, bir-biriga ko'z qisib, u yer bu yerlarga tikilib, so'rini avjiga ko'taribdi. Qapoq berib, mashinadan bir yangrotquni akeldi. Naqshi muzikaga agishib, o'tirg'i tushgan yigitlar qizlarni bir-birlab usulga tortib, usul o'ynashga boshladi. Barpas o'yin tomoshadan keyin berib suvga cho'mildi. Suvdan chiqib, hammasi adyalning qishig'iga kelib, qator-qator o'ltirdi. Badanlari sal qurgandan keyin tansi o'ynayotdi. Suvdan hozirlik chiqqan bo'lg'achqa qizlarning badani aniq ko'rinib turadi. Yigitlar o'zini zo'rg'a besib, aran-aran turib tansi o'ynag'ach qizlarni o'ziga hadab tortadi. O'rnisa mashina haydayman deb chiqishmadi. Qapoqmo ozroq ishdi. Tun pardasi atrofga asta-asta yilib Ular narsa keraklarni yig'ishtirib, mashinaga chiqib yo'lga ravon bo'ldi. Qizlar xo'shal o'ynab qaytishdi, lekin yigitlarning chiroyi ichilmadi. Chunki ular maqsadiga yetolmagan edi. O'rnisa hammasini joy-joyiga olib ketib qo'ygandan keyin uyga aran chiqib, o'zini karvatga tashladi. Saharda o'rnidan turib, nashtini qilib, kiyimlarini almashtirib pastga tushdi. Bugun Farruqbay keladi. U ishni cho'qim atrofli qilishi kerak. Doktorxonaga kelib, homildorligini tekshirtilganga nomer elib, navbat kutib turdi. Bugun homildor ayollar xeyli ko'p edi. Uning oldiga kirib ketgan yeshilcha farq qilmaydigan qiz qo'lida bir varaqni tutib, "To'rt haftalik bo'pti", dedi yendiki qizga. "Ekranga ko'rib baqay", deb qo'lidan elib ko'rib bo'p qaytirib berdi. "Mushundaq isbotdan birsi bo'lsa, hamma ish oson bo'ladi. Agar isbot bo'lmay qolsa, uningmi amal bor?" O'rnisa kirib, tekshirayotgandan keyin so'rdi. "Doktor, bo'yimda bormikan?" "Hozircha aniq emas. Men qarab baqay." Yo'q ekan." "Nima? Yo'qmikan?" "Ha. Doktor, sizdan o'tinib qolay. Menga bir yordam qiling. Agar bo'yimda bo'lmasa, erim mendan ajrashib ketadi. Menga bo'yida bor deb isbot chiqarib bergan bo'lsangiz, sizdan xo'sh bo'lib ketay." deb doktorga yolvorishga boshladi. "Bunda qilsak bo'lmaydi. Qoidaga uyg'un emas. Xo'sh bo'lib ketay. Mushu bir qitim yordam qiling, ha? Men qilgan yordamingizni hargiz unutib qolmayman." O'rnisa sumkasidan bir bog'lam pulni elib, doktorning yanchiqiga silib qo'yib, to'xtamay yolvorib yig'lashga boshladi. "Amasa bir qitimla. Balki qo'sig'ingizda bordi. Uzun bo'lmagan bo'lsa, chiqmaydi. Kiyimini izlab kelmang, ha?" deb homiylar 3,5 haftalik bo'pti deb qog'oz chiqarib berdi. O'rnisa tekshirish natijasini elib, doktorga qayta rahmat aytib chiqib ketdi. Farruqbayning ishki bo'lsa bor. Uzun jamiyat yurib pishib ketgan qahvash. Uni aldash uncha oson emas. Shunga o'rnisa doktorxonadan isbot olmasa, uning ishonmasligidan ansirab, mushu amalni ishlatgan edi. Agar doktor olmay turib olsa, natijasini tushirib qo'ydim, bo'yimda bor ekan deb bir amal qilib, ishontirishni o'ylagan edi. Endi ishlar oson hal bo'lgan edi. Doktorxonaning sirtiga chiqishi Farruqbay telefon qildi. "Sen nada? Uyga kelsam yo'q-ku?" "Ha, men hozir doktorxonada. Saqlab turing, birdamdala boraman." "Og'rib qoldingmi?" "Yo'qay, bag'anda deb beray. Xo'sh." O'rnisa eshikdan kiribla yugurib berib boyni quchoqladi. Va "Farruq aka, sizga xo'sh xabar." "Voy, qanday xo'sh xabar? Nima xabarga u? Qani degina taqozo qilmay." "Dada bo'ldigan bo'ldingiz." "Nima?" Farruqbay o'rnisini o'zidan ajratdi. "Nima deding? Men sen bundoq eg'ir chaqchaq qilma degan-ku." "Men chaqchaq qilmadim, bu rost." "Bo'yingda bormi-ku?" "Ha.
Farruhbay kresloda o'ltirib ketdi. Qaramoqqa ishonganligi chiqib turibdi. Menga ishonmayapsizsiz? Yo'q, undaq emas. Qara, men bugun doktorxonaga berib tekshirtib keldim. Farruhbay uning qo'lidagi qog'ozni elib, bir pas qarab turib o'tgandan keyin boshqa gap qilmadi. Nim bo'ldi ajab, xushal bo'lmadingiz-ku? Yo'q, undaq emas. Amsi chiroyingiz tutilib ketdi-ku. O'ltira, avval paranshayli. Menga qarab o'rnisa. Bu balni oldirib et. 90 bo'lmaydi. Nima? Siz nim demoqchi? Nimish qoldirib etdiman? Bu bizning bolimiz. Buni cho'qim tug'imi? 90 bo'lmaydi. Men ayolimdan ajrashib, sen bilan to'y qila olmayman. Bolarimdan oldi to'y qilgudek bo'lib qoldi. Bu balni 90 bo'lmaydi. Yo'q, cho'qim tug'imi. Bu mening bolam. Sizning bundoq deydigan huquqingiz yo'q. Undaq dema, ma'qul deb oldirib et. Aldırvasam keyin men qandoq qilaman? O'zingiz dedingiz-ku, ayolimdan ajrashmayman deb. Amsi menchu bir umr sizga oshna bo'lib, uyim yo'q, mushtaqli yuraveramda. Mendan zeriksiniz, uydan haydab chiqarasiz. O vaqtda men nega borman? Yo'q. Men tug'man, cho'qim tug'man. Shundoq bo'lsa, meni tashlab o'tmaysiz. Hayca, sen nimandaq gap tushunmaydigansan. Balni oldirib et, sen nima desan shuni beray. O'rnisa gap qilmay yig'lashga boshladi. Balni oldirmasam, keyin mendan zeriksiniz, uydan qolab chiqarasiz. Men nega borman? Nada turaman? Bo'ldi, yig'lama. Bu uyni sening nomiga yo'tkab beray. Keyin uying yo'q bo'lib qolmaydi. Shuni balni tushirib et. On 4-qism. Sizning bu balni shunchalik og'ingiz yo'qmi? Bu o'zingizning puchtig'i. Undaq emas. Mening yuragim og'riydi. Lekin 90 bo'lmaydi. Oldirib et. Men ati o'yin nomiga yo'tkab beray. Siz keting. Mening yolg'iz qolg'im bor. Ma'qul. Men ati kelay. Yaxshiroq o'ylangan. Farruhbay ketdi. O'rnisa ko'z yoshlarini surtdi. Tüfi, sen peskesh. Meni bir umr oshini qilmoqchimiding? Texi o'ldirib et deysin-a? O'lsam sendek ish bilasning bolasini tug'masman. Anim bo'lsa, bola yo'q ekan. Bo'p qolgan bo'lsa-mu, cho'qim o'ldirib etatdim. Planim o'ngishli bo'ldi. Uyni nomiga yetkaydigan bo'ldi. Keyin asta sendan o'chimni olaman. Oilasiga sadoqatsizlik qilib, qizidek odamni oshni tutib yurgan sendek qiyr o'g'riga yaqinlaridan eng qimmatli narsalardan ayrilishning ta'mini obdan tetitib qo'yaman. Qarab tur. Men yo'rnisa, seni hargiz xotirjam yashag'li qo'ymayman. Sen mening eng qimmatli narsamni tortib olding. Men buning hisobini hassilab olaman. O'zim yaxshi ko'rgan odamimga to'ydan keyin deb topshirmagan kulimni sen o'g'ri buzib etding. To'zib etding. Men shu sababdan söygan odamimdan ayrilgan. Lekin sen meni vayroq qilding. Meni oshna bo'lishga zo'rlading. Meni oshna bo'lishga, buzuq bo'lishga sen qistading. Uchimni olmay qo'ymayman. Farruhbay barliq hujjatlarni tayyorlab kelib, uyni O'rnisaga o'tkazib bergandan keyin uni doktorxonaga olib qo'yib, shirkatga qaytdi. Of. Anim bo'lsa balni oldirib etdi. Nimashqa diqqat qilmagan bo'g'itdim. Agar balni tug'ib solgan bo'lsa, cho'ng chatoq chiqatdi. Bu ishni ayolim bilib qolsa, mendan ajrashib ketadi. Bolalarimning yuziga qanday qarayman? Ayni vaqtda u hammalarning qarshi turishiga qaramay, men bilan to'y qilgan. Men uning yuzsizlik qildim. Lekin O'rnisani rost yaxshi ko'raman. Onundan ayrılıb qalsam bo'lmaydi. Ayolimdan ayrılıb qalsam, teximi bo'lmaydi.
Farruhboy yosh vaqtida ota-onasining so'ziga quloq solmay, savdo qilaman deb butun besotini sap berib, ziyon tortib, uyda bir vaqt tomoq yeyishimi shundoq tas tushgan. Ayoli mehribon, ular bilan tam qo'shni bo'lib, kichigidan tortib Farruhni yaxshi ko'radi. Lekin Farruh buningga parvo qilmay yuradi. Mehribon har kuni uyda tomoq etibla bir qachini Farruhning uyiga akiradi. Farruh yo'q vaqtda onasi bilan paranglashib, ishlarni qilishib berib, chiqib ketadi. Ota-onasi Farruh to'y to'g'riliq eg'iz ichishni qancharat o'ylashgan bo'lsa-mo, yonchiq quruq bo'lg'ishqa to'xtab qolgan edi. Farruh 23 yoshga kirgan vaqtda ishlab, oz to'lib pul yig'di. Ota-onasi uning to'yini qilib o'tish uchun eg'iz ochdi. Endi balam yeyishingmi cho'ngib qoldi. Bizmi qiyirib qoldik. Ko'zimizning o'chig'ida to'yingni qilib etsak deb o'ylashgandik. Ko'nglingga pukkan birasi bo'lsa desang, bo'lmasa biz uqish baqsaq, dedi onasi. Opa, mentoq yoshqo. Yana necha yil turib to'y qilsam-mu kechikmayman. Undaq dema balam. Dadang sanchilik vaqtda sen tug'ilibmi bo'lganding. Agar ko'nglingda birasi bo'lmasa, mehribon qiz qandaqroq bo'la? Qo'ysi mehribon. Qo'shnimiz mehribon-chu. Sen bilan birga o'ynab cho'ng bo'lgan mehribon. Qandaq bolam? Uyiga dasturxon akramdiq. O'zinglar bilib bir ish qilinglarmisiz? Farruh o'rnidan turib bog'dagi o'jim daraxtining ostiga kelib o'ltirdi. Mehribon, ey mehribon. Ota-onang cho'qim qo'shilmaydi, mendek namaraqda belgili. Bo'lmasa sen bek yaxshi qiz. Sana parvo qilmaganam, seni yaxshi ko'rmaganim emas. Balki sen mos kelmayman deb qaraganim uchun. Mehribonning uyiga dasturxon akirganlarni Mehribonning dadasi chiroyli gap so'zlar bilan rad qilib o'tdi. Farruhning uyidagilar 3 qatim odam kirgizdi, lekin Mehribonning dadasi qo'shilmadi. Farruhni ishning oldi-keynini o'ylashmaydi. Qarsqi ish qiladi. Bunda qilgan odam cho'qim ziyon tortadi. Biz qizimizning jafoda azob chekishini xohlamaymiz. Farruhning ota-onasimi bek yaxshi odamlar. Farruhmi ko'z oldimizda cho'ng bo'ldi. Lekin to'y ishi o'ynashadigan ish emas. Qizimiz jafo tortib qolsa, biz qandoq chidaymiz? deb qat'iy qo'shilmadi. Mehribon ota-onasining qayta elchilarni rad qilib qo'shilmaydiganligini bilgandan keyin ko'ngli bek yerim bo'ldi. Chunki u Farruhni yaxshi ko'radi. Oxiri Mehribon onasiga aytdi. Jinim opa, Farruh bilan to'y qilishimga qo'shilgan bo'lsanglar, u hozir ko'p o'zgardi. Burunqidek bosh-boshdoq, yengiltaklik qilmaydi. Qizim, bizmi sizning baxtingizni o'ylab shunda qilyapmiz. Farruh bilan to'y qilsangiz jafo tortib qolasiz. Sizning jafo tortishingizga biz chidamaymiz, jinim bolam. Ota-ona mehri nima degan cho'nqur. Ota-onalar naqadar ulug' inson. Butun umri, hayoti, borliqini balam deb o'tadi. 9 oy 9 kun qo'rsoq ko'tarib, shunchalik dahshat azobga bardoshlik berib, farzandini yorug' dunyoga ko'z ochqizadi. Bolasining yig'ilishi, tatliqini kulishi bilan butun azoblarni tatgan jafolarini unutib ketadi. Boladan hech nima talab qilmaydi, hech nima kutmaydi. Ular uchun jinini berishga tayyor turadi. Bolani kecha-kechalab uxlamay emitib, ostini quruqtab, ko'tirib, yig'lis tong yig'lab, tunni tongga ulaydi. Bolasi xotirjam uxlasa, uning uxlig'iga qarab, o'zining horg'inligini unutib ketadi. Cho'ng bo'lib, to'y qilgandan keyinmi yana g'amini yeydi. Ota-ona dunyodan ketguncha bolaning g'amini yeb, suyda eqib, o'tida kuyib yashaydi. Bolasi vaqirab qo'ysimi, tovlab qo'ysimi, yig'ir olmaydi. Farzandi bergan kichikkina sovg'atdanmi olamcha xo'shali bo'ladi. Qilganlarga minnat qilmaydi. Biror narsa talabmi qilmaydi. Faqat bolasining xo'shalligini, xotirjamligini ko'rishni istaydi. Butun hayotini bolam deb o'tkazgan shu mehribon qadrdonlarimiz omon bo'lsin. Opa, unda qilmaydi odamga aytib to'yga qo'shilgan bo'lsanglar, men bu Farruhni yaxshi ko'rman. Uningdan ayrilib qolsam, qanday qilaman, opa? Ona qizining ko'z yoshlariga chidamadi. Bo'ldi, qizim, yig'lama. Men dadingiz bilan maslahatlashib baqay. deb yoshlarini surtdi. Rahmat sizga, opa. Anglayotganingiz
Miskina ovozliq asarlari. Mehribon onasining bag'riga o'zini tashladi. Nima degan illiq mehr muhabbatga to'lgan quchoqlash bu? Farzand uchun onaning bag'ridimi illiq yer bormidi? Mehribonning onasi dadsiga aytdi. Dada uzun o'ltirib ketgandan keyin, onasi, men qizimizning baxtini deb qo'shilmagan. Sizlarmi bilasizlar? Farruh yaxshi bola bo'lmadi. Mehribon onundan voz kechsin. Lekin dadasi bo'ldi. Qizimizga gap qilinglar. Dadasi sirtqa chiqib ketdi. Ona kirib ahvolni Mehribonga dedi. Lekin Mehribon qo'shilmadi. Farruhdan voz kechmayman deb ota-onasini qoyil qilolmay, oxir yemay ichmay yetib oldi. Bechora ota-ona qizining dardida tugishib ketdi. Oxir amalsiz to'yga qo'shilganligini bildirdi. Ularning uyidagi bu ishlardan Farruhning oilasidagilar butunlay xabardor edi. Mehribon kichigidan singlisini chiqartib, Farruhni chaqirib, ota-onasining to'yga qo'shilganligini, uyga odam kirgizishni aytdi. Nima? Rostmi? Rost qo'shildingmi? Farruhning ko'zlari chaqnab ketdi. Ha, endi uyga odam kirgizing. Ma'qul jinim, men adil kirgizay. Texsini meni yaratmaydi deb yuritdim emasmi? Farruh Mehribonni quchoqlab oldi. Bu quchoqlashdan Mehribonning butun badaniga illiq bir sezim taradi. Farruhning bag'rida o'zini shundoq bexatar his qildi. Farruh beshini ko'tarib Mehribonning titrab turgan qip-qizil lavlariga so'ydi. Tunji suyishdan Mehribonning vujudi shamdek o'zini Farruhning ixtiyoriga topshirdi. Farruh hissiyotini kontrol qila olmay, qo'llari Mehribonning badanlarida o'ynashga boshladi. Shu vaqtda sal hushini yiqqan Mehribon Farruhning qo'lini tutib oldi. Voy, unda qilmang. Bunda qilsangiz bo'lmaydi. To'ydan keyin men sizning bo'laman. O'zingizni besib eling. Lekin Farruhning qo'liga Mehribonning gaplari ozroqma kirmadi. Mehribonni texmi jim quchoqlab, qo'lini ko'ksiga oldi. Mehribon uning qo'ldan boshlanmay Farruhning engiga bir tasdak soldi. Qo'lingizni torting. Bu nima qilganingiz? Men sizga shuncha ishonsam, mushunda qilamsiz? Bo'ldi, chiqilma Mehribon. Men xato qildim. Men eski, meni uring, tillang, o'tinib qolay yig'lamang. Bir tasdak bilan xeyli hushini topgan Farruh Mehribonga yelinishga boshladi. Mehribon, Adam kirgizing deb qo'yib yugurib ketib qoldi. Farruh birdam turgandan keyin uyiga qaytib ota-onasiga dedi. Ularmi ma'qul bo'lib, atsi yana qayta odam kirgizdi. Ikki oila to'y tayyorligiga tushib ketdi. Mehribonning ota-onasi qizdan ansirab, toza xotirjam bo'lolmayotdi. Lekin Mehribonning xo'shaligiga qarab, asta beshini chayqib qo'yib, o'z ishlariga mashg'ul bo'ldi. Kutgan to'y kunimi keldi. Oppoq to'y ko'yniga kelgan Mehribon boshqacha go'zallashib, texmi chiroyli, nazokatli bo'lib ketgan edi. Ularning to'yi yezi bo'yicha eng hashamatli, dog'dug'liq to'y bo'ldi. To'ydan keyin Farruh bir o'g'il bo'lg'achqa cho'nglar bilan birga turdi. Mehribon uyning ishlarini butunlay zimsiga oldi. Farruhning opasi Hamroxonning qo'li bo'shab, kelinning dövlətini ko'ryotdi. Farruhmo yili tuzilib dadsiga yordamlashib, etis eriqning ishlarini qilib, bir obdan ketib-otdi. To'y qilib bir yildan keyin Farruh yana shaharga qatarayotgan bo'lib oldi. Sababini so'rsa, yaxshi bir savdo bor, shuni qilyapman, pat arib deb berma, deb kunni qataraydi. Kirada yurib, zerikib, oxir dadsini qoyil qilib, 5000 mingga yangi chiqqan Honda markali motosikletdan birini oldi. Amda atiganda motosikletini g'aqirtib kirib ketsa, kechda orom chiqatdi. Ba'zi kunlari yarim kechalar paydo bo'ladi. Nega bordingiz desa, savdo qildim, ishlayapman deydi. Oradan bir oydek vaqt o'tib, kun tush bo'lganda Farruh yili chiqib ketgan topdek lapangishib uyga kirib keldi. Uyda dadisi yolg'iz o'ltiradi. Farruh dadisiga gap qilmay, yotoq uyga kirib yotdi. Mehribon bilan Farruhning opasi doktorxonaga ketgan edi. Doktorxonaning kelishiga dadisi: "Farruhjon bolam kirib ketganicha chiqmaydi. Chaqirib chiqsizlar qizim. Nima ish bo'lganini bilayli", dedi. Mehribon kirib Farruhni chaqirdi. Dadam chaqiryapti. Turing-a. Ular hovildagi supaga kelib o'ltirgandan keyin boboy so'z ochdi.
Ha o'g'lim, necha oyning yog'i nima qilyapsa? Nada ishilding? Motosikleting qani? Nima bo'lding bugun? Farruh gap qilmay beshini silib o'ltirdi. Gap qila bolam, zodi nima ish qilding? Rostingni de, dedi Hamroxon ona. Men Qodir bilan 70 so'z qilgan. Boshda foydami xeyli yaxshi. Keyin tuyuqsiz akelgan meyvelar qaytib kelmay, yo'lda kelib bo'g'ichi buzib ketibdi. Mal sog'an tarafga desak, bu bizdagi xatolik emas. Biz vaqtida soldik. Shuning bilan ziyon tortib, motosikletimiz yonga berib keldim. Yana 20 ming yuan topmasam bo'lmaydi. Nima? Shuncha chiqma. Sen zot pul topdingmi yo'q? dedi boboy. Boshda kichik qilib 10 ming yuandan jiqroq kirim qilgan. Bu qatim ziyon chiqmagan bo'lsa 20-30 ming topatdim. Shunga sizlarga vaqtida day deb demagan. Endi qanday qilamiz? 20 ming yuan oz bo'lmasa ya. Uydagi bor yo'qni tugitib bo'ldim bolam endi. Nadan pul topamiz? Hammalarning boshlari tushib ketdi. Asli bugun Farruhga xush xabar yetkazmoqchi. Mehribon omildor bo'lib, yanada xush kezak edi. Bu xabardan uydagilar xush bo'lgan bo'lsa-mo, pulning g'imida boshlari tushib ketdi. Hammanglar orom elinglar. Pulning ishini ati bir taraf qilayli. Boboy uyga kirib ketdi. Farruhmo kechacha uyon-buyon o'rilib, to'zuk uxlamadi. Sahar nashtini qilibla sirtga chiqib ketgan boboy kech tarafda uyga kirdi. Tonish bilishlardan qarz elib, orom mushni jamladi. "Ola bolam" deb 10 ming yuanni Farruhga tutqizdi. "Dada bu endi oldi keynini o'ylab ish qil bolam. Sening sababingdan oilamiz xonavayron bo'lib ketdi. Butun besotimiz so'rilib, qarzga bo'g'ildik endi. Endi beshingni silkivat. Ortiq gap eshak yuyuk. Sana ortiq so'zlamay" deb kirib ketdi. Mehribon uyga chiqib, ota-onasiga yolvorib 10 ming yuan qarz berishni o'tindi. "Men burun nima degan sana? Uningda vafo kelmaydi, yon chiqib yiqib, oldi keyin dangsab ish qilmaydi. Sizga to'y qilmang degan. Endi u obdan bo'lgandi." bo'ldi qislar dadisi. Bu nima deganlari? Ozmaydigan odam yo'q-ku. Jinim dada, o'tinib qilay. Yordam qiling. Bundan keyin hargiz unda qish bo'lmaydi. Endi o'ngishilib qoladi dada. Ma'qul danga dada. On 15-chi qism. Farruh bu gap so'zlarni deriz tubida anglab turadi. Qo'sh kezak navringizning yuzini qiling dada. Bolalarim tug'ilibla. Dada mehrsiz qolmasin. Bo'ldi yig'lamang qizim. Sizning ko'zingizda yoshaqsa, mening yuragimda qon oqadi. Yoshlaringiz surtding. Sizning azob tortib, jafo chekishingizga men qarab tura olmayman. Siz degan mening yurak poram. Elang, qachon pul topganda shu vaqt qaytaram. Sizning ko'z yoshlaringizni ko'rishni xohlamayman. Rahmat dada. Mendek vafosiz qizingizni kechiring. To'y qilib ona bo'lay deb turibmi? Yana sizga jafo soldim dada. Farruh qarzlarini to'lab, aqlini tepib, tirishib ishladi. Ishni cho'ng kichik, pokiz mehnat deb ayirib o'ltirmadi. Mehribon uning ko'nglini xotirjam qilib, uyni chinidek tutib, bolalarini yaxshi beqib, osh tomoqni joyida qildi. Farruhdan og'rinmadi. Namoratlikdan zarlamadi. Yeyman, kiyman debmo g'alva qilmadi. Boriq qanot qilib, har vaqt kulimsirab turib, erini qarshi oldi. Onaga madad berib, izchil keyinib turdi. Shundoq yaxshi oq ko'ngil bir ayol keyinib bo'lganligi uchun Farruh bugungidek natija qozinib, hamma hurmat qiladigan Farruh boyga aylandi. U pul topgan sari o'zini cho'ng tutadigan bo'lib oldi. Akaborlashib, hech kimni ko'zga ilmaydigan, namoratlarni ojiz, dehqonlarni yaratmaydigan, o'zini yuqori tabiqa, ularni tuban tabiqa deb ayirib, o'zining aslini butunlay unutdi. Burungi o'tmishni yodidan chiqarib, har xil so'rinlarda ranglik o'ltirib, qizidek qizlar bilan ko'ngli ochdi. O'zi uchun butun umrini, guldek yoshligini, otagan mehribon kuyimchan, ayoli mehribonga bergan va'da qasamlari shu joyda qoldi. Kech-kechlab uyga kirmay, ranglik so'rinlarda kelmamsiz, ansirab qoldim deb urilgan telefonlarni vaqirab to'lab qo'yib etdim. Ochiq kelib qolsa, uyga kelib ayolini urib tillab ochiqini chiqardigan bu oldi.
Mana endi Örnisaning jamoliga, shirin shekar so'zlariga oltinib, o'zini o'zi tugashtirib itish oldida turadi. Örnisa Farruhbay ketgandan keyin doktorxonadan chiqib, do'stlarini yig'ib, kechlik klublarda butun kecha o'ynab chiqdi. Adis faqat oli qolmay, yaqin atrofdagi mehmonxonadan yataqlab, o'zini karolga tashlab yetib oldi. Örnisa haftagacha Farruhbay bilan ko'rishmadi. O'zining o'yinini o'ynab, gap ichib yurdi. Telefon qismi olmadi. Uyga qaytmay, yotoqlarda yurdi. Bir hafta to'shqandan keyin uyga keldi. Kapla kiyimlarini almashtirib, chiroyini so'lg'un, ruhsiz, kasal ko'rsatgan girim qilib, chochlarini chuvib, karavotga yetib oldi. Ondan Farruhbayga telefon qildi. Voy, Farruh akamma? Örnisa, nadasan? Nima yo'qab ketsa, gap qila. Men hozir uyga kelalamsiz. Ha, hozir borman. Ma'qul, kelganni ko'rishaylamsiz. Xo'sh. Örnisa aynakka bir qarab, chiroyidan rozi bo'lgandan keyin yotqonga purkinib yetib oldi va keyingi nishoni uchun Farruhbayning qanday ishondirish to'g'risida bosh qotirishga boshladi. Uyni nomimga ip bo'ldim. Mashinammi bor? Endi pul olsam bo'ladi. Oldingi qitimga 50 ming. Yana texmi chiqariq pul undirib olishim kerak. Ondan o'z yo'limga mamsam bo'lmaydi. Oilasiga vafosizlik qilib, uzun yillik ayoliga uysizlik qilgan odamda menga harikisi vafo kelmaydi. Farruhbaydan vafo kutish, xuddi to'g'idan sutalab qilgan bilan o'xshash. Eshikning taroq-turuq ovozi uning xiyolini uzib qo'ydi. Örnisa, qanisan? Farruhbay yotoq uyga kirib, karavotdagi Örnisaga qarab turib qoldi. Sana nima bo'ldi? Chiroying nimachi bo'lib ketdi? Balani oldirib etdim. Bir haftadan buyon doktorxonada yotdim. Qaraydigan odam bo'lmag'ashqa, do'stim kep ketib turdi. O'zim yolg'iz bek qiynaldim. Sizni ansirab ketmasin deb demagandim. O'lib ketgan tasli qoldim. Bo'ldi, yig'lamagan. O'zingni besib ol. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Mana, sapsaq turmamsa, ansirmagin ha. Endi undaq ish bo'lmaydi. Haras, tomoq yedingmi? Tomoq yemedim, dedi Örnisa esa deb turib. Ha, men chiqib yeydigan narsa akiray. Obdan aram olgan. Endi yig'lama ko'zingga. Necha kungacha saqayib ketsa. Ma'qul. Farruhbay chiqib ketdi. Chiqib ketishi o'rnidan turgan Örnisa qanday qilib yana pul ilishning xamiga tushdi. Nim desam bola, bu qahvash qeyrni ishondirmak uncha oson emas. Cho'qim gumonlanmay qolmaydi. Obdan chordan birini tepishim kerak. Do'stlarimdan yordam so'raymi? Yo'q. Ular ishonchlik emas. Ularga foydam tegmasa, menga qarab qo'ymaydi. İşlarni deb solsam, hamma odamga deb yeyitadi. Boshqa amal qilishim kerak. Soat qanday qilsam bo'lar? Beshim echib qatda. O varqirib etdi. Eshikdan tomoq ilib kirgan Farruhbay yugurib kirib, "Nimish bo'ldi jinam? Nimish bo'ldi jinam?" deb so'radi. Ish yo'q. Shu beshim pek og'rib ketdi. Tomoq yeb bo'p, obdan bir uxlab olsam, o'ngishilib qolsa. Qani tomoq ye. Ma'qul. Rahmat sizga. Tura o'rnundan. Farruhbay uningga tomoq yegizib bo'p, yotqonga chingida o'rab qo'ydi. Endi obdan bir orom olgan. Saqayib ketsa, mening ishlarim bor, atkila. Ma'o tomoqxonaning telefon nomeri. Telefon qilsang, tomoq ochiq beradi. Seni jaboda qo'ygan bo'ldim. deb uning peshonasiga suyib qo'yib chiqib ketdi. Birdamdan keyin telefonga uchur keldi. Qarag'an dedi Farruhbay. 5200 yuan qizil baloq etib, seni yaxshi ko'raman jinim. Meni deb jabo chekding. Saqaysang, ko'nglingni olaman deb bezib qo'yibdi. Deb ko'nglimni olamiz. Sen o'lsang, ondan ko'nglim ichildi mening. Örnisa o'rnidan turib tomoqni yeb bo'lgandan keyin kiyimlarini almashtirib, yuz ko'zlarini yuvib, qaytadan kirim qildi. Aynaga qarab, o'zidan rozi bo'lganda kulimsirab qo'yib, doim boradigan tunmakan klubiga qarab oldi. Alfira, Soniya, Gulzorlarni chaqirg'isi kelmay, telefonni qayta oqtirib, nozik telefon qildi.
Vay. Telefondan bir qizning nozik ovozi anglandi. Vay. Nazi, yaxshimi adash? Ha, yaxshi. Kim o? Men O'rnisa. O'rnisami sen adash? Qanday ahvoling? Nerda? Nima ish qilib ketdim? Bu yabek varang-churang. To'xta, men sirtqa chiqay. Ha, adash, endi gap qila. Sen nerda hozir? Men tun makonning oldida. Sen-chu? Ha? Rasma? Ha? Voy, nimga kulsan? Men hozir tun makonda. Oh. Nimachi to'g'ri kelgandi? Men eshikni oldida. Kira. Billa o'tirayli. Ha, seni ko'rdim. Ha, adash, qanday ahvoling? Anglayotganimiz Miskina ovozliq asarlari. Ular yuz yiqishqanni do'rab ko'rishayotgandan keyin ichiga kirishdi. Nozi O'rnisani boshlab o'tirtki ustalning qishiga keldi. Ustalda 10 necha odam o'tiribdi. Yerimi qizlar, yerimi o'g'illar bo'lib, qarmoqqa nimrat bolalarga o'xshamaydi. Ustalmo oliy haroq, qimmat ichimliklar bilan to'shqan edi. Qizlarning kiyimlari, kirimlari, zibu-zinatlari ko'zni qamashtirib turibdi. Bir-biridan holi cho'q, qopoqlarini suzib o'ltirishatdi. Ha, do'stlar, bu yoqqa O'rnisa, mening yaqin do'stim. Qani, tanishib olinglar. O'g'illar o'rnidan turib, qo'llarini sunib ko'rishdi. Qizlar joyida o'tirib, boshlarini bilina-bilinmas lanishtirib qo'ydi. "Ha, qani. Yangi tanishgan do'stimiz, O'rnisani hurmat uchun ko'taraylik", dedi oq pishmoq, qo'rsqi sal-pal chiqib qolgan. Yuzlari go'shkardidek, qo'ng'ir rang chechini moylab, keyniga tarab olgan. Bo'y bastiga ancha yarashmagan oq maykasi bilan padishlar ishtini kiygan yigit. Ha, qani ko'taraylik. Qani. Xo'sha. Aroq romkalarni necha aylantirib ishgandan keyin hammasi shunday ichilib ketdi. Qizlarning og'zining sertmisini birsi ichib o'tgandek, vechirlashib, qoqoqlab kulishib, bir-birini mazoq qilib, o'zlaricha yigitlarga chaplab, o'g'illarga qosh-ko'z o'ynatib o'ltirishatdi. Yigitlarmi ko'zlariga chiroyli ko'ringan qizlarga ko'z qisib, to'xtamay tansi usulga tortib, maydonda ballarni quchoqlab, u yer bu yerlarni silib, chimdib, mojib degandek oyasiz qiliqlarni qilyotdi. O'g'illar o'zining nima qilayotganini, qizlarning kelgusi, millatning onasi ekanligini, o'zlarining ojiz-sanalari borligini, boshqalarning ojiz-sanalariga moshunda qilsa ko'tarilmaydiganligi bilan hisoblashib yurmay, xiyoliga akelmay, xiyoliga kelib qolsa-mo, o'zini qochirib, hayvoni nafsining quli bo'lib, bugun qizlar orqali ko'nglini ichib, nafsini qondirishni o'ylaydi. Qizlarmo o'zining bir kunlarida to'y qilib, ana, ayol bo'lganligini butunlay asdan chiqarishgan edi. Hech qanday o'g'il bolaning o'ynagan qizni olmaydiganligini, o'ynab bo'p tashlaydiganligini, iffatsiz, hayotsiz, nomussiz, axloqsiz qizlarning ona bo'lishqa, ayol bo'lishqa, millatning onasi bo'lishqa saloy to'shmaydiganligini bilishmaydi. Hech qanday o'g'il bolaning o'yinchi, iffatsiz qiz bilan to'y qilib, birga o'tmaydiganligini aslarga olmaydi. Kelishgan o'g'illarni o'g'il do'st qilib, do'stlarining oldidan maqtinib, yigitim kelishgan deb, pullarni xashlab, o'ynab zerikkanda tashlab, yana boshqalarni tepib, ular bilan o'ynash odatga aylanib qolgan edi. Qisqasi, qiz o'g'illar o'zining asli vaslini, insobini, vijdon nomus, hayo iffatni arzimas axlat qatorida ko'rib, bir tiyinga arzimaydigan qilib o'tgan edi. Tun tongga ulangan bo'lsa-mo, tun makon klubi tex taqalmadi. Onunda oynayotgan yoshlarning tex chiqib ketish maqsadi yo'q edi. O'rnisalar o'tirgan ustalkilarning asosiy jihatdan hammasi mas bo'lib ketdi. O'rnisa maslikda xudini bilolmay qolgan Nozini tortib, mangmoqchi bo'ldi. Lekin Nozi bilan birga o'ynagan Qaramtul bola Nozirga tortishib, mang'il unmadi. O'rnisa ochiqlab, o'rnidan turib, o'zi yolg'iz sirtqa chiqdi. O'mu mas bo'lsa-mo, lekin kallasi xeli sagak edi. Eshikdan chiqibla, ko'ngli ilishib, tomni tutib, yondirishga boshladi. Xuddi ish a'zolarimi haroq bilan qo'shib chiqib ketadigandek. Shunchalik beorom bo'ldi. Yondirib bo'p, beshini ko'tarishiga ko'z oldiga qog'oz keldi. U neri-berisini o'ylamayla qog'ozni elib, og'zini surtib bo'p, keyniga burildi. Mengishga tamshilib, rosmon olmay yiqilib tushdi. Noyit kuchli bir qo'l uning belidan quchoqlabla, yiqilishdan saqlab qoldi. O'rnisa ko'zini ichib, o'ziga qarab turgan yigitni ko'rib, Sen nim qilmoqchi? Qo'lingni tut. Meni tutma. Yo'qol. Tablashtirib etib,
daldan shinginicha mengib ketdi. Necha 10 qadam mengibla beshi qiyib turgan joyga yiqilib tushdi. Baya onu yulib olgan yigit yugurib kelib, Vernisani ko'tardi. Ondan mashinasining qishig'i berib, Vernisanining so'mkasidan ochqichni elib, uni mashinaga yotqizib qo'yib, mashinani haydab mandi. Odullah Vernisanining uyiga kelib, mashinasini to'xtatib qo'yib, uni yo'dab, ichiga kirib, yotoq uyiga karavotga yotqizib qo'yib, mehmonxonaga chiqdi. Kresloda o'tirib tomoq chekkach, uyga sap soldi. Mehmonxonada bir qur ko'rib bo'p, o'rnidan turib, hamma uylarni muncha oshxonadan tortib, bir ko'rib chiqdi. Bu uyning bezilishi saramjonlarning isiligiga qarab, har qancha qarg'uga sossamo, bu uyning bezilishi saramjonlarning isiligiga qarab, gap yo'q 1 million oladi. Vernisanining bayqi mashinasimi necha 100 mingga sotqili bo'ladi. Mana baxt omad qushi degan. Hammasi omad qushi beshi qo'naydi deyishdiga. Lekin men nodir baxt qushini o'zim beshim qo'ndirman. Vernisani qo'limga tushirsimda necha million boyliqning egisi bo'laman. Bu qiz o'yin tomoshadan boshqani bilmaydi. Qaramoqqa yomondek qilsimi, amaliyotda bakli döt aqlsiz qizga. Endi qolgan ishlar mening planim bo'yicha mangadi. Buni bundoq oson qildoq qutcha deb o'ylamagandim. O'zim asbob qilib, ishlarimni osonlashtirib berdi mana. Endiki ishlar mening sizgan siziqim bo'yicha bo'ldi. O, mehmonxonadagi kirstoda yetib, sherin xiyol surgach uyquga ketdi. Atisi sahar o'rnida turgan Nodir atrofga yana bir qarab etib, oqshomgi ishlarning tush emas, amaliyot ekanligini, endi maqsadiga yetishga ozlik qolganligini his qilib, miyig'ida kulib qo'ydi. O'rnidan turib, Vernisaga qaradi. O, bahramon uxlayotdi. Qistab kelgan nafsini zo'rg'a bosgan Nodir eshikni yopib, mehmonxonaga chiqdi.